2025-yil 8-oktyabr kuni issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 181-son farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon bilan issiqxona xo'jaliklariga qo'shimcha soliq imtiyozlari belgilanmoqda. Farmonga asosan issiqxona xo'jaliklari faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun 2026-yil 1-yanvardan boshlab 2028-yil yakuniga qadar ijtimoiy soliq stavkasi 1% etib belgilanmoqda. Bunda issiqxona faoliyatidan olgan daromadlari joriy hisobot davri yakunlari bo'yicha jami daromadining kamida 60% ni tashkil etish sharti hisoblanadi. Shuningdek, ushbu faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarining 2025-yil 1-oktyabr holatiga mavjud soliq qarzi yuzasidan to'lov muddati foizlarni hisoblamagan holda 2028-yil yakuniga qadar uzaytirilmoqda. Hamda ushbu soliq qarzi 29-yilning har choragida teng ulushlarda to'lanishi belgilanmoqda. Bunda soliq qarzini undirish bo'yicha issiqxona xo'jaliklariga qo'llangan ma'muriy va moliyaviy jarimalar hamda barcha hisoblangan pensiyalar to'liq hisobdan chiqariladi. Issiqxona xo'jaliklari bank hisob varaqlariga qo'yilgan inkassa topshiriqnomalari chaqirib olinadi. Yuridik va jismoniy shaxslarning issiqxona xo'jaliklari bo'yicha egaligida bo'lgan yerlar uchun yer solig'i yer fondi toifasidan qat'iy nazar qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlar uchun belgilangan soliq stavkalari qo'llaniladi. Bunda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar soliq stavkalarida hisoblangan yer solig'i summasi 25-yil yanvar oyidan boshlab qayta hisob-kitob qilinadi. Ma'lumot uchun, Soliq kodeksi 429-moddasiga asosan qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlar uchun soliq stavkalari qishloq xo'jaligi ekinzorlarining normativ qiymatiga nisbatan 0,95% miqdorida belgilanadi. Shuningdek, garov mulklar tijorat banklari balansiga qabul qilingan vaqtdan yangi tashabbuskorga sotilgunga qadar bo'lgan davr mobaynida yer solig'i to'lashdan ozod qilinishi belgilanmoqda.